Xotira testi. Javob berishingiz uchun sizga 5 soniya beriladi. Bu hayvonlarni eslab qoling. Ayiq qayerda edi? Oltinchi raqam. Quyon qayerda edi? Ikkinchi raqam. Mushuk qayerda joylashgan? Beshinchi raqam. Yo'lbars qayerda joylashgan? Uchinchi raqam. Sigir qayerda? Bir, to'rtni tagida qanday hayvon qoldi? Agar eslab qolgan bo'lsangiz, javoblaringizni va to'plagan ballaringizni izohlarda qoldiring.